Samarqandimizning markazi Bog'ishamol hududidan juda ham zo'r kvartira topib qo'ydim. 105 kvadrat metrdan tashkil topgan 3 xonali, juda ham chiroyli remontdan chiqqan kvartira. Dizaynerskiy emulsiyalarda remontlari qilingan. Baron Doors eshiklarida keling. Obzorni ziyorat qilib ko'rsatadilar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Obzorni kirish qismidan boshlaymiz. Kirgandan bizani shunday prostorniy koridor kutib oladi. Bu yerda esa razdelniy sanuzel. E'tibor bering qanday did bilan remont qilib o'tilgan. Garderobniy shkaf, zerkalnaya zona. Bu yerda esa bolajonlar uchun yotoqxona. Hamma sharoit qilib o'tilgan. Dekoratsiyaga alohida e'tibor bering. Keyingi lokatsiya oshxona, ayollarimiz eng ko'p vaqt o'tkazgan joy. Mebel texnika hamma narsa qo'yib o'tilgan. Для вашего удобства. Обеденная зона, TV zona, zona хранения juda ham ko'p. Bu yerda esa холодная комната. Produktlar uchun juda ham zo'r xona. Keyingi lokatsiya bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasi. E'tibor bering qanchalar katta xona. Mebel, texnika, TV zona, hamma narsa bor. Faqat ko'chish kerak, yashash kerak. Keyingi lokatsiyani Behruz podrobniy informatsiya beradi. Va bu eshikdan kirishimizda sizlar mehmonlaringizni kutib olishlaringiz uchun kattagina mehmonxona, o'zini stol-stullari bilan birga konditsioner va katta ulkan televizor qo'yib o'tilgan. Stol-stullari eng qimmatlari ishlatilgan uyimizda. Uyimiz boya aytib o'tganimdek 105 kvadrat metrdan tashkil topgan. Uyimizning narxi 1 milliard 560 million so'm. Sizlarga yana arzon qilib olib beramiz. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin.